Nega bundan oldingi videolarda Trampning Venesuelaga qilgan hujumi 3-jahon urushini boshlanishiga olib kelishi mumkin deb aytdim. This whole administration has completely lost their fucking mind, and I think we're all gonna die. Ha, aynan Trampni Venesuelaga bo'lgan hujumi Amerika Qo'shma Shtatlarini emas. Chunki AQSh qonunchiligida, ya'ni konstitutsiya bo'yicha prezident qurolli kuchlarni, armiyani, hamma spets operatsiyalarni qilishdan oldin Kongress va Senatda ruxsatini olish kerak. Ya'ni har bitta prezidentning qilayotgan qarori Kongress va Senat tomonidan tasdiqlanishi kerak. Bu hodisa esa, ya'ni Venesuelaga qilingan bu hujum Kongressdan nafaqat ruxsat olinmagan, balki butun operatsiya Kongress va Senatdan mutlaqo sir tutilgan. Ikkinchisi, nega bu 3-jahon urushiga olib kelishi mumkin? Chunki hozirda Tramp bu qilgan ishi bilan xuddiki bironta davlatda suvereniteti boshqa hech qanaqa rol o'ynamaydi. Ya'ni har qanaqa kuchliroq davlatlar o'zi ko'zolaytirgan, ya'ni qarab qo'ygan davlatlarga bemalol bosib kirib ularni olishi mumkin va NATO boshqa biron bitta international law, ya'ni hech bir xalqaro qanaqadir kuchlar ularni bu narsadan to'xtata olmaydi deganday bo'ldi. Bu haqida yana senator Bernie Sanders shunaqa dedi. Xuddiki Tramp boshqa davlatlarga, kuchliroq davlatlarga, o'zidan kuchi kamroq davlatlarni bemalol bosib olishda xuddiki yashil chiroq ko'rsatganday bo'ldi deb aytadi. Shuning uchun ham balkim Putin hozir bu haqida indamayapti. Xitoy bu ishga teoretik qarshi. Xitoy 80 milliard dollar pulni oldindan kredit qilib bergan va 80 milliardlik material, xomashyo, ya'ni neft Venesueladan Xitoyga berilishi kerak bo'lgan. Ya'ni Venesuelani Xitoy oldida 80 milliard dollar qarzi bor. Undan tashqari Rossiya Venesuelaning infrastrukturalariga, qurolli kuchlariga, armiyasiga juda ham katta investitsiyalar kiritgan. Ya'ni Rossiyani ham Venesuelaga qilgan juda ham katta investitsiyalar bor. Shunga qaramasdan bu ikkita katta держава unchalik ham katta qarshilik ko'rsatishmayapti. Nimaga? Chunki bundan buyog'iga endi Rossiya Ukrainaga qilgan plani bor. Endi hech kim Rossiyani sujlat qila olmaydi. Ya'ni nimaga boshqa suvereniteti bor davlatni bosib olsan, territoriyasini olsan deya olmaydi. Ikkinchidan, Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi konflikt juda ham ko'p yillar davomida davom etib kelardi. Endi Xitoy ham bemalol Tayvanni bosib olsa bo'ladi va unga ham hech kim hech narsa deya olmaydi. Keyingisi Saudiya Arabistoni Yemenni, ya'ni juda ham ko'p urushlar davomida, grajdanskiy vaynalar davomida juda ham istashyatsiya qilib ketgan Yemen endi bemalol Saudiya territoriyasiga o'tib keta oladi, chunki Saudiyaga ham hech kim, ya'ni NATO, boshqa xalqaro qanaqadir qonunlar unga ham xalaqit bera olmaydi. Undan tashqari, Tramp intervyu berganda aytdiki, очередьda, ya'ni navbatda keyingisi Kuba, Meksika va Grenlandiya. Today Trump was like, we're taking all the lands, Greenland, Legoland, Candyland, Judy Garland. Undan keyin nima bo'lishini ko'ramiz va nimaga aynan Grenlandiyaga Tramp ko'zolaytiryapti. Bu haqida ham keyingi videolarda sizlarga gapirib beraman.